yo'tal, nafas siqishi, balg'am ko'chishi va yuqori nafas yo'llari shamollashga eng samarali usulni o'rgataman. Uy sharoitida albatta buni saqlab qo'ying. Eng qiziqarlisi, bu usul uchun bizga atik 7000 so'm pul ketadi. Hech qanaqa ingilator kerak emas. Buning uchun bizga fizrastvor, bakalashka, trubka va shpris. Mana shunday holatda bir kunda 2 mahal, 3 mahal davom ettirasizlar. Video yoqqan bo'lsa, yaqin tanishingizga jo'natib qo'yinglar. Ular ham yo'taldan aziyat chekayotgan bo'lsa, bu videomiz ular uchun manfaatli bo'lsa, ajabmas. Rahmat.